Man ideal kelin emasman. Man ideal inson bo'lishga, ideal kelin bo'lishga, ideal ona bo'lishga judayam ko'p harakat qildim. Uy, ro'zg'or, osh-ovqat, uborka, bola tarbiyasi hammasini ideal darajada qilishga judayam ko'p urindim. Lekin charchadim. Ideallik bandasi uchun emas. Bu yuklarni hech kim menga yuklamasa ham o'zim bo'ynimga yuklab oldim va oqibatda judayam charchadim. Hozir umuman ideallik sari harakat qilayotganim yo'q. Shunchaki borimcha, qo'limdan kelgancha, toqatim ko'targanicha qilishlikka o'tdim. Men shunchaki hamma qatori oddiy insonman. Charchasam dam olaman, ulgurmasam keyin qilaman. Xafa bo'lsam xafaligimni, xursand bo'lsam xursandligimni ko'rsatadigan bo'ldim. Hamma mendan rozi bo'lsin, hamma mendan xursand bo'lsin. Men hammani qo'ynini oladigan pozitsiyadan chekindim. Oldin judayam ko'p odamlar nima deydi, odamlar nima deb o'ylaydi, voy men bitta yig'ishtirmasam odamlar meni gapiradi, voy hozir bolamga qaramasam odamlar ustimdan kuladi degan narsalarni ko'p o'ylardim. Hozir bo'lsa odamlarning nima deyishi bilan umuman ishim yo'q. Desam aldagan bo'laman, o'zbek emas, baribir odamlar nima deydi degan narsa bor, lekin oldin 100% bo'lgan bo'lsa, hozir 20-30% ga tushgan. Sizchi, ideal inson bo'lishga, ideal kelin bo'lishga harakat qilasizmi yoki xolischa, borishchi bo'lishgami? Odamlar nima deydi deb ko'p o'ylaysizmi? O'zingizdan ko'ra boshqalarning gapini ustun qo'yasizmi? Like bosib, podpiska qilish esdan chiqmasin, men bilan zerikmaysiz.